Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning oilalari, go'zal qizlari haqidagi turkum suhbatlarimizni davom ettirib, ushbu go'zal xonadon bo'lgan Rasulimiz alayhi salatu va sallamning va Hadicha onamizning ikkinchi qizlari Ruqayya onamiz hayotlari bilan tanishishlikni boshlaymiz. Ruqayya onamiz bilan Ummu Gulsum degan keyingi qizlari birin-ketin ulg'ayishgan, ular juda ham bir-birlariga yaqin bo'lgan, hatto egizakdek bo'lib qolishgan. Ayniqsa opalari Zaynab onamiz turmushga chiqib ketganlardan keyin Ruqayya va Ummu Gulsum onamiz nihoyatda bir-birlariga bog'lanib qolgan edi. Ruqayya onamiz Zaynab onamizdan keyingi ikkinchi fazilatli qizlardan hisoblanib, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hali payg'ambar bo'lmasdan turib dunyoga kelgan farzandlaridan hisoblanadi. Ruqayya onamiz ham ushbu xonadonda voyaga yetdilar va albatta birinchilar qatori Rasulimiz alayhisolatu vassalamning payg'ambar ekanliklariga iymon keltirgan, mu'mina bo'lishlik sharafiga musharrafa bo'lgan onalarimizdan birlaridir. Avvalgi suhbatimizda aytib o'tganimizdek, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning avvalgi qizlari Zaynab onamiz Hadicha onamizning jiyanlariga turmushga chiqqan edilar. Abu Lahab o'zining o'g'li Utba va Utaybaga Ruqayya va Ummu Gulsum onamizni kelin qilishlik uchun Abu Tolib amakilarini sovchi qilib yuborishdi. Tabiiyki Abu Tolib amakilariga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning nihoyatda hurmatlari baland edi va Abu Tolib kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan ukasi jigari Abu Lahabning o'g'illari Utba va Utaybaga Ruqayya va Ummu Gulsum onalarimizni nikohlashni iltimos qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam albatta qizlarning roziliklaridan keyin bunga rozi bo'ldilar. Ruqayya onamiz va Ummu Gulsum onamiz bir xonadonga kelin bo'lib tushdilar. Bular endigina baxt va saodat olamiga shumg'ib, juda ham o'zlari xursand bo'lib yashayotgan edilar. Tabiiyki bir xonadonda opa singilda ovsun bo'lib yashashliklari ular uchun juda katta baxt keltirgan edi. Lekin o'zingiz boxabar bo'lganingizdek azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga payg'ambarlik vazifasi yuklanib payg'ambar qilib yuborilgandan keyin Alloh azza va jalla tomonidan eng birinchi bo'lib Rasulimiz alayhisolatu vassalamga qarshi bo'lgan va u zotga ko'p fitna qilganlardan birlari mana shu Abu Lahab bo'ldi. Ya'ni Rasulimiz alayhisalomning o'sha mahaldagi kuyovlari Utba va Utaybani otasi, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning o'zlarining amakilari Abu Lahab tomonidan juda katta fitnalar, juda katta zulm va sitamlar kuchayib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga qanday qilib ozor bersam ekan deb o'ylanib yurdi. Farzandlari Utba va Utayba orqali, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlariga zulm qilishlikni o'ziga reja qildi. O'g'illari Utba va Utaybani chaqirib aytdiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam menga juda katta dushmanlik qilyapti, ilohlarimizni haqorat qilyapti, o'zini diniga chaqiryapti, meni sha'nimda hatto Qur'onda oyat keldi deyapti. Sizlar shundan keyin ham uni qizlarini ushlab turasizlarmi dedi-da, ularga qarab, agar qizlarini haydab yubormasangiz, unda meni boshim sizlarning boshingizga harom bo'lsin dedi o'g'illariga. Albatta bu gapni eshitgandan keyin Utba ham, Utayba ham tezda uyiga borib, endigina baxt saodat ostonasida turgan ajib bir kelin bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qizlari Ruqayya onamiz bilan Ummu Gulsum onalarimizni uydan haydab yubordilar. Ruqayya va Ummu Gulsum radhiyallohu anhuma uydan yomon xulqli kelin bo'lganligi uchun emas, yoki biror bir kamchiligi uchun emas, biror bir ishni qilishlikdagi nuqsonchiligi uchun ham emas, balki Rasulimiz alayhisolatu vassalamning qizlari bo'lganligi uchun zulm ko'rdilar. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam payg'ambarlik vazifasini bajarishlikda nafaqatgina o'zlari, balki oilalari ham, sahobiyalar va sahobalar ham jon fidolik qilib o'zlarini qalqon qilgan ekanlar. Biz albatta ularning haqqida doim duoda bo'lishimiz kerak. Biz ularni doim yaxshiliklar bilan eslamoqligimiz va ko'zimizga yosh olib, Allohim, mana shunday fidoyi zotlardan o'zing rozi bo'lgin, bizlarni ham ularni xulqi bilan xulqlantirgin deb duo qilib turishligimiz kerak azizlar. Ruqayya onamiz, Ummu Gulsum onamiz yangi kelin bo'lib turgan bu baxtli opa-singillar
qo'llariga tugunlarini ushlatilib uyga haydalindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi bo'lganligi uchun, Alloh bir rasul barhaq deganligi uchun quvg'inga uchradilar. Kechagina baxtli kelin bo'lishlikni orzusida, kechagina ikkisi ham bir xonadonda kelini bo'lganligi uchun o'zlariga sig'masdan xursand bo'lgan opa-singillar ko'zlari duv-duv yosh bilan uylariga qaytdilar. Bu holatni ko'rgan Hadicha onamiz ham qattiq ta'sirlandilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham xafa bo'ldilar. Abu Lahabning maqsadi ham shu edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qizlari bilan mashg'ul qilib qo'yishlik edi va shu orqali payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ozor berishlik edi. Bu holatga ham sabr qildilar. Mana shundan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qizlari Ruqayya onamiz uyda o'tirib qoldilar. Bu xabar albatta atrofga tarqadi. Ruqayya onamiz uyda o'tirganlarini bildilar va Ruqayya onamizga dunyodagi eng go'zal suratlik, o'zining xulqi bilan butun olamlarga mashhur husni xulq sohibi bo'lgan Hazrati Usmon radhiyallohu anhu sovchi bo'lib keldilar. Bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning duolarining mustajabligi edi. Bilasizlarki azizlar, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu eng hayoli zot edilar. Hattoki u zotni hayolari oldida yangi kelinlarni hayosi ham hech narsa emas ekan. Shunaqa darajada hayolik bo'lgan, shunaqa darajada husni xulq sohibi bo'lgan. Albatta Ruqayya onamiz mana shunday zotga kelin bo'lishlikka munosib edi. Uning ustiga Hazrat Usmon radhiyallohu anhu asharai mubashsharadan mana shunday ulug' taqvodor zotlardan edilar. Demak bu zot albatta payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kuyovlari bo'lishlikka loyiq edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Ruqayya onamizga sovchi bo'lib keldi. Bu narsadan albatta payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam xursand bo'ldilar va qizlari Ruqayya onamizni Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ga nikohlab berdilar. Bu hammani xursandchiligiga sabab bo'ldi. Bu oilaga tahsinlar aytdi. Hattoki shu davrda shoirlari Hazrati Usmon va Ruqayya onamizni oila qurganlarini ko'rib shu darajada havas qilganlardan shoirlar eng yaxshi juftki ko'rmish inson Ruqayya bilan uning xojasi Usmon degan ma'noda she'rlar yozdilar. Bular ikkilari bir-birlariga nihoyatda munosib kelin kuyov bo'ldilar.